O'riqlar surtingizni hasilab tezlashtirib bergan 6 xil nihoyat yaxshi turmush holatini so'zlab beraman. Ma filmni ko'rgandan keyin cho'qimlam o'riqlab keta olasiz. Bir tal yuragingizni ayamay berib qo'yib, bir tafsili ko'rib chiqing. Birinchisi, ig'irlikni tez surat tushirolay deb tomoqdan ziyoda farz tutib, bir oyda 7-8-10 kilo ig'irlikni tushirsangiz, buning orasidagi 70% muskul bilan suvludi. Aksicha bir oyda tushayotgan ig'irligingizni taxminan 3 kilodan 5 kilogacha astaroq ig'irlik tushirsangiz, buning orasidagi 70-80% may bo'ladi, sizda o'zgarish nihoyat cho'ng bo'ladi. Shunlashqa tez o'riqlay deb tomoqdan ziyoda farz tutib olmang. Ikkinchisi, Әттігенлік нашлық бір күндегі әң мойын бір вақт тамақ әмәс. Әттігені қосқыңыз ашымса нашты қымысыңыз мұ болуды. Әттігені қопамысыңыз нашты қымысыңыз мұ болуды. Қосақ асса чоқым ақсыл, яғ, минерал маддылаға тайынып қосақын тойғызымыз. Карбон су бірікмесе ене асас ашыны әттігені чоқым еш шәрт әмәс. Болып налланы, мантан, юрмен дегендек нәсілі, шифен деген нәсілен бар. Bunu sizdir aksiçi yavaşsınız bir gündeki kan şekeriniz turaqsızlaşıp tixim jıqna sevilişiniz mümkün. Etdigende karbon su birikmesini azırak yesiniz bir gündeki iştahınız turaqlı boludu. Düşte keşte muvafiq tamaq yesiniz de qo'sqingiz asan toydu. İşenmisiniz sınap baqsangizdan boludu. Üçüncüsü kechki tamoqni yemesam tezroq o'riqlab qolam mumkin deb o'ylayapman. Kechda cho'qim tamoq yeyish kerak. Hamda kechda karbon suv birikmasini jiqroq o'rlashtirish kerak. Nimishqa? Chunki qo'sqingiz och qolmay uxlasangiz uyqungiz yaxshi bo'ladi. Uyqungiz yaxshi bo'lsa metabolizm yaxshi bo'ladi. Kechda cho'qim karbon suv birikmasini o'rlashtiring. Masalan, mifan, xongshu qonaq, kaoyangyo deganga o'xshash yemeklik talasi ko'proq bo'lgan bunda asos ashlarni o'rlashtirsangiz, qo'saqmi to'ydi, kechliklarmi eg'izingiz qichib bir narsangiz kelib qiynab ketmaysiz deganga. To'rtinchisi hareketni qancha jiqib bersam, toza yugurib qancha asrab bersam, qancha jiq ta chiqsa shuncha yaxshi deb o'ylayapman. Badanning bisim hormonlari o'rlab ketadi. Pir uchun emas. Bu hormon o'rlab ketsa, badan o'zini o'zi qo'g'daydigan sistemga kirib qoldi. Chunki siz oyimidingiz badanni bak ig'ir harakat qilib xo'rtivatdingiz, badan o'zini qo'g'dab qilish uchun sizning taysheringizni texim ostil tuydi, sizni ish qo'shaqmas qilib qo'ydi. Harakatni qilgan sari zerikish his qilasiz, badandagi mayni ko'ydirishingiz texim ostiladi. Muvafiq harakat qilsangiz bo'ldi, badan safaringizga tayinib, kunning nurida bir ishtik yo'l mengib bersangiz bo'ladi. Bak ig'ir talab asrab qilib ketsangiz bo'ladi. 5-si, oqshimi soat 11 dan burun uxlagan bilan 12 birlardan keyin uxlaganning farqi bak cho'ng-jumi. Oqshimi kech uxlagan odamniki kechilik uyqusi yaxshi bo'lmaydi birsi, to'la tush ko'rdi. Uning ustiga uyqusi qisqa bo'ladi. Qisqa uyqu olganda ertasi bir kundagi metabolizm değişi, nait aslab tutadi. Uyqunuz yaxshi bo'lsa, o'riqlar surtingiz yomon tezlashib ketadi. Eng oxirgisi, ruhiy kayfiyatning turaqli bo'lsin. O'zingizning o'riqlab g'alib qila oladigan ishining planingiz to'g'ri bo'lsa, cho'qim o'riqlab keta olasiz. Orliqlarda ig'irlik tushmay to'xtab qolsa, bek tashvishlanib ketmang. Odam badan degan shu, ig'irlik tushgandan keyin qasddan sizni bir teriktirish uchun ig'irlik tushmay badanga suv yig'ilib olib, miq izi turib oladigan ahvollarmi bor. Siz mush vaqtning o'zida men may ko'ydirib yetibman, men joyilmi, badan joyilmi bir tirikish baqay deb kayfiyatingizni turaqli qilib, ig'irlikni o'lchamay, yana bir xil ritmda mangsangiz, keyniga borganda vash ig'irlik tushaverdi deganga. Kayfiyat turaqli bo'lsin, ostan tashvishlangan odamniki metabolizm tayshi shunda ost bo'ladi. Menga ergishilishni unutib qolmang, g'ayrat qiling.